hayotlikni ko'zatganda ko'zlarim. O'zimga deyman beni fikr qil. Aqlim uning javhirini chekkilab, qalamimga deydi buni she'r qil. Ustoz shoir Muhammad Rahim akaning bu she'ridan uning hayotga, she'r ijodiyatiga, o'ziga qanchalik talabchanlik bilan muomala qiladigan, hayotga umid bilan qaraydigan she'rlarda mushg'il umidni hayotga bo'lgan o'tdek hissiyotni aks ettirib berishga tirishadigan bir adib ekanligini ko'rib olish emas. Bugungi programmamizda biz shoir Muhammad Rahim akaning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyat tarafidan nashr qilingan Seg'inish maktubi nomli she'rlar to'plami ustida muhokama etib boramiz. Bugungi programmamizga ikki aziz mehmon ishtirok qildi. Bular Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonlik Adabiyot san'atchilar birlashmasidan damlashga chiqqan taniqli shoir Muhammad Rahim aka. Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyatining muharriri shoir Qurbon Murat aka. Eng yaxshi, eng ko'proq she'rlarni o'z ichiga olgan to'plamim bo'lib qoldi. Hem o başka şairlerge o'xshamaydigan alayidlik xoslik bor. She'rni qanday yezish, o'ziga qanday yuz kelish, o'qirmanlarga qanday yuz kelish uchun Muhammad Rahim aka Seg'inish maktubi nomli bu she'rlar to'plamini 1946-yili e'lon qilgan. Sen uchun nomli she'ringizdan hozirgacha bo'lgan ijodiyat mevalaringiz kirgizilgan ekan. Mush nuqtadan qaraganda Seg'inish maktubi nomli bu she'rni sizningki adabiy ijodiyat musofangizning ixcham kartinasi deb qarashga bo'ladi. She'rlar to'plamini mening adabiy ijodiyat musofamning ixcham kartinasi deyishga bo'ladigan tarafim bor. Bo'lmaydigan tarafim bor. Men bugungacha 20 ga yaqin kitobni nashr qildiribman. Bunun içinde 8'i şiirler topladım. Kağalları ben neşirge tayarlayan kitaplar. Seg'inish maktubi mana şu 8 şiirler toplamının içinde en yaxshi, en ko'proq şiirlerini öz içine algan toplamım bo'lib qoldi. Seg'inish maktubi ben neşir kıldığım kitaplarının içinde en süpetlik, en çıraylık kitap sen buldun. Bu 500 betlik kitapta var yok ki 6 imla hatası var. Bugün gece mundak çok hacimli kitaplarda imla cihette bundak farklı çıkan kitaplarını görüş mümkün emas. Seg'inish maktubi mana mushu ortiqchiliklari bilan avtonom rayonimiz bo'yicha 3-darajalik mukofotga erishibdi. Muborak bo'lsin. Seg'inish maktubi ijodiyat musofamning ixcham kartinasi deyishga bo'lmaydigan tarafi shuki, mening barliq she'rlarimning yarmini mushu kitobda nashr qildim. Qolgan yerimini ikkinchi kitob qilib men nashrga tayyorlab qo'ydim. Qurbon aka Muhammad Rahim aka hozir qadar qalam tashlamadi. Ya'ni she'riyatga bo'lgan ishtiyoq, she'riyatga bo'lgan muhabbat, turmushga bo'lgan o'ta qizg'inlik balki Muhammad Rahim akaninki to'xtamasdan she'r ijodiyati bilan shug'ullanishga turtki bo'layotgan bir omil bo'lishi mumkin. Undan keyin ko'rman do'stlarimizning bizning suyukli shoirimiz Muhammad Rahim akaning kuchligan arzu umidlari Muhammad Rahim akaninki she'riyatni yangi o'zining hayotidagi muqaddas bir badiiy mas'uliyat sifatida mushu ishga o'zini atagan shunaqa adib ekanligini balkim mushu she'rlarni biz yetalay ekanmiz. Endi she'rni bir gulga o'xshasak, har gulning turqi boshqacha, har gulning rangi boshqacha. Gul bu taraflari bilan boshqa gullarni farqlandi va e'tiborlandi. Undaqda mushu shoirning ko'zini yana sizning nazaringizda Muhammad Rahim akaning Seg'inish maktublari nomli to'plamiga birlashtirib qaragan vaqtimizning o'zida Muhammad Rahim akaning she'rlari boshqa she'rlarga qaraganda qanday o'zgachilik ega? Endi mening ko'zlashimcha, analiz qilishimcha, Muhammad Rahim akaning she'rlaridagi birinchi cho'ng aloyidilik
ijodilik. Muşunga intilish. Her bir parça şiirde başkalar demegen, çetellikler, qadimqilar, klassiklar, zamandaşları demegen, işletmegen detallarni işletish. Hani yeni buluşunu oluşuş. Bu şiiri fikir cihette Mehmet Erim Akın'ın bir alaydılığı, naayet esnaydığı. Bunun kelgende herkes yol koymaydı. O bir söz, bir peş kuma yol koymaydı. Demek aşış azık zaman şiiriyetinin aşkıl alaydılığının vekillik hususiyetinin hemmesi Mehmet Erim Akın'ı var. Ondan başka muşu şiiriyetinin sanat ölçemleri var. Yaman cek ola. Şiiri fikir, şiiri obraz, şiiri tasavvur, şiiri hayal, şiiri logika, yani şiiri tel, şiiri kurulma. Muşu cihetlerde aşkıl yüzyıllık şiiriyetke ortaklık var. Hem o başka şairlerle okşamaydıgan alaydı haslık var. İşkin terbiyeli katlı kolluk. Özlüğüne ait katlı kolluk olarak karaydıgan. Üçüncü tarafı yazıcılıktaki, şiir yazıcılıktaki estağidillik, intizamcılık. Bu intayin gevdilik görünüp durdu. Nemişke desen de bu köp adamlar özünü onayla hep okuluyordu. Özü yol koyduğu adamlar köprek buldu. Mehmet Erim'ke bunda koymaydı. Özü katli yol koymaydı. Aş ilmi ölçemge yetmek için bedi ölçemge. O emgekten tamamlamaydı. Hem ilan qilmaydi. İlan qilmaydi. Mening his qilishimcha Muhammad Erim akaninki shu she'riyatdagi, shu talabchanligi, she'riyatdagi, intizomchanligi, she'riyatdagi nihoyat qattiq qo'lliq haqiqatan odamni ta'sirlantirdi. Ondan bir kuplet şiirde, yoki bir butun şiirde olsun, bir söz emas, bir qo'shimcha ikkinchi qilib takrorlanmaydi. To'g'ri. O'zinikini o'zi takror qilmaydi. Undan keyin şiir yezish uchun emas, Mehmet Erim aka şiir yezish uchun emas, şiirni qanday yezish, o'ziga qanday yuz kelish, o'qirmanlarga qanday yuz kelish uchun, mush hayotni texmi bir xil suyunishga, texmi bir xil xushalliqqa to'ldirish uchun ijod qiladi ekan. Undan keyin Mehmet Erim akaninki shu ijodiyatdagi taraflari yolg'izmi she'riyatlar emas, undan boshqa xalq eg'iz adabiyoti miroslarini to'plash jihatlari, Uyg'ur tilining fasohatini sopni qo'llash jihatlaridami nurg'un amgaklar bor. Masalan, bunga biz Mehmet Erim akaninki bir ko'plik she'r misol qilsak bo'ladi. Xafa bo'lmaydim, gapni qilmaydim. Qarchig'ini qurg'uy desangiz. Kulib ketdim, g'idiqim kelib, Uyg'ur turib urg'uy desangiz nomli she'rdimmi? Shoirninki shu kuchli mas'uliyatchilik tuyg'usini his qila oladi ekan. Keyin shu ilhomni qayerdan oldingiz? Hissiyatda adashgan kerak. Yani davamlı işletilishdeki sabit bo'ldi ekan. Mehmet Erim aka o'zingizning 60 necha yillik ijodiyat hayotingizda siz tinimsiz izlanyapsiz, tinimsiz zehn quvvatingizni sarf qilyapsiz. Onda sizning 60 necha yillik ijodiyat hayotingizda siz ijodiyatga shu ilhomni qayerdan oldingiz? Qayerdan izlab keldingiz? Ondan keyin shu she'rlar to'plamidagi qaysi she'rlaringiz gapimizga misol bo'la oladi? Ben 60 necha yillik adabiy ijodiyat bilan shug'ullangan hayotımda she'rlarimning ilhom manbasi asosan xalq turmushidan elib keldi. Turmush adabiyot san'atning tugamas tutmas ilhom manbasi. Adabiyot san'atni turmushdan yiroqlashtirib o'tgan qatmal yillarda yozgan qisman she'rlarimni hisobga olmaganda mening barliq she'rlarim ilhomni xalq turmushidan elib yozilgan. Bununla ben yüzlab she'rlarimni misol qilib keltiralayman. Masalan, muhabbatga she'rimi omroq degan she'rim bundoq bir sözünün türküsü bilen yazılgan. 1991 yılı 10. ayda mening muhabbet temasındaki şiirlerimni okugan bir kısım ayollar meni maskara kılıp hissiyatda adashgan kerak debdi.
Ben bu gapni anlap o'ylanib qoldim. Bu gapdan keriqalligini tuymagan ahmaq degan ma'nimi chiqdi. Shu oqshimni bu inkosga javoban men muhabbatga she'rmi amroq degan she'rni yozdim. Ben şu she'rni o'qiray. Bo'ladi. Muhabbatga she'rmi amroq. Iqror qilay, mushu bir gapni anlab geldim yaqindan beri. Bir o'qiblu debdu ba'zilar hissiyotda adashgan keri. Ko'nglim ranjib undoq o'ylasam, tegdi bu gap yig'irlarimga. Temkin bo'lib mundoq o'ylasam, tegdikan she'rlarimga. Kirilikqa xushlar emasman, sevginiman yoshlik chig'imni. Tutqizmadim kalemge hasa, sargaytmadim ilham begimni. Xalığanca akri versun, kara çeçim sakal burudum. Yaşırımen yaşlık meyyidin, kalem bilen istem bir yutum. Muhabbetke şeirmi amrak, şu sınava kaldı dakik. Cep kılınla yüzümge emez, kelimağan köğünümge dik. Muhabbet temiz ölmez diyeyim ama muhabbet temizini nokul aldı məlum bir tarafga bağlab düşünüyoruz. Bu tarzı yaxşılmaydı. Onun için muhabbet temizsi Muhammed Reymakan'ınki şiirlerde izchil ravishda aks etayotgan bir kang tema. Muhammed Reymakan mayli arzu vaznlik she'rlari bo'lsin, mayli barmoq vazlik she'rlari bo'lsin, mayli arzu vaznlar qaysi bahrlarda bo'lsin, o'zininki shu muhabbatga bo'lgan qarashini, muhabbat masalasini izchil holda she'rlar orqali o'qirman do'stlarimizga sunib keldi. Qurbanka siz 2000 Tarix jurnalining 2006 yil 10 sonida ustoz shoir Muhammed Reymakanning she'riy ijodiyatidagi intizomchanligi to'g'risida nomli bir maqolani e'lon qilib ekansiz. Siz mishari ko'z tutgan Muhammed Reymakan'ınki şu icadiyet intizamçalığı nemini göster? O şekilli buldu ki onu kelip buldu. Ölçemleri buldu. O ölçemlerini icra kılış gerek. Şiir yazılığı adam. O icra kılanda onunla boşla. Sel 70-80% orulap kalınlık boldu devleti kalırım ba. 100% şunun güçümüz unumaydı kalır var. Mehmet Reymakan der şu. Doğru. 100% şu mesela Turak grupsi bir xil 4-3 degan turak bilan kelgan bo'lsa, keyingi 3ning biriga 4 bo'lib kelishi unmaydi. Olmaydi. Masalan, paylat vazininki u arz vazining, barmoq vazinda. Endi arz vazinda barilarninki uzuk so'zlik tovushlarning olmishishi bilan bir to'lqin ohang paydo bo'ldi. Bu ohang uning turli bari shakllaridan chiqirdi. Shunday. Onun bir yeri çaxsı olmaydı. Yani üzük tavuş, sözlük tavuş yok kalsa, ya sözlük tavuş, üzük tavuş yok kalsa olmaydı. Doğru, vezin bozuldu. Del çüş gerek, intizamlı kılış gerek. Şu çüşsen de onun dolkuluk, yağraydı, ahang çıkırdı. Bu xuddi ki, çalgı hesaplardı ki, pədi, basıdağı hesaplardı, da tabi olardı. Bir pədi özgürlük kese, ahang özgürlük ketkenek diye oldu. Ahang aşığından. Olarda pədi bir işlerin peyda oldu. Şiirlerde tavuşlar arkalık payda oldu. Sözlük müzik tavuşlarınki tekrarlanışı. Bu arz özünden kanunuydu. Elimde ben keyinki vakitlerde tədqiq baktım, oyunda kaldım. Arz özüne, barmak özüne öpmeden ornunga ötken, bizden nurgun şairlerimiz barmak özünde özünün milli şiiriyetini yaratılan çağda nemişki kapkamıdı. Yeni nemişki bile mağdı. Bazıları köp adamlar onu kullandı. Bunun mu asası var ki? Tilde asası var ki? Bu bize birisi yazmış şiir yette emez. Eğiz edebiyatı mı bize arız özünü uçup kaldığın koşaklar var. Ba. Beyitler var, dasturlar var. Ba. Mesela ahıram tutkaysın. Köz yeşim derya olup beleklerim jutkaysın. Tipik arız vezin kişilik, arız vezin paylatın vezin kişilik. Ulan bu Arapça arız ilmini öğrenmeye adamlar etken narsalar bu. Hiç kındak Arapların arız vezine diye ilmiyle haberi yok. Onu bilmeyen. Onun yazmış şiiret şekillerini bilmeydiği adamlar tokan koşaklarda neyim için arz vezine uçup kaldı? Muşin tutulup da tıkıldı. Bunda olsa bir tasvina sıkı bağlılığına işken bu. O kedimki Türkiye tili, kedimki Arap dili, bu Arap dilinin ışığı bu.
Ulardan da dünya kemegen, ulardan burun Ottar Şerif Sam tilleri deydigan bir til var. Sam tilleri o bir til emas. Bir ne sistema. Bu fonetik yakın nemiz şunun verip bağlandı ki. Tavuş, müzik, sızık tavuş çıkarış organları çıkan tavuşların enliği meyli Türkiye tillerinin, meyli Arap tilinin, meyli Paris tilinin en kadimki zamanda bir yerden çıkkeninde şuna tabii çıkıp kaldı ki. Ağzının hanlarına Uygur sözlerinin tabii çıkıp gelişi müsabıtın buldu ki. Asıl dilde Uygur şiirinde bağvezin durur. Bakya o. Şuna hususiyet alaylık bakya. Alaylıkның buluşu ki Araplardan kabul kılınan aruz vezinin ölmeye gelişi dike, yaşap gelişi dike, yani devamlı işletilişi dike sabit oldu ki. Bırak kinkiler onun tilini bütünle Uygurçalaştırıyor etti. Uygurça kıldı. Bu kadar Arapça, Farsça, Urduça, Uygurça, dört xil tilini aralashtirib işletilen şekil süzülüp gelip ahırkı yüzlerkege vaxtida Uygurçalashib ketdi. Buni boshlab berganlar Molla Bilal, Abdullah Nazarlar. Ulardan keyin o'tganlar bag'ansir Uygurchalashtirdi. Mesela Abdülhalik Uygur'un ki. Ular rasmiy jonliq tilda yozdi. Abdülhalik Uyg'ur, Mamtilla. Adabiy tiliga. Hozir qizma Uyg'ur tilida yozdi. Shunlar hozir qizma Uyg'ur tili bizning she'riyatimizga qoidadan asli kelib o'kbira o'ringa chiqdi. Demak siz Muhammad Rahim akaning hamda Muşu şiir insançalığı diyeniniz bu şiirlerin böyle o barmaklık şiirler olsun, böyle arzulan şiirler olsun. Şu da ona ait vezin ritmi, vezin ölçümüne ait kalktı. Endiki şekiller, turaklar, ahanlar boyunca, şiir şekilleri boyunca, meyle kaysi vezinde olsun. Şunun da del 100% düşmese onu ilan kılmaydı. Doğru. Şiirdi onu. Bana müşahitlik intizamçağı. Belki intizamçalık yani şairin ki şu şiir icadetiga nimeni qanday aks etishmalik bo'lgan nizomchilik ko'rsatdik deyman. Undan keyin andiki ijodiylik she'rni qanday yozadi, she'rning san'at o'lchamlari olganda qanday o she'r bo'ldi degan o'ta o'lchamlarni o'rinlaydi. Mushat intizam. Allah ayranızın aytgan, inchga va astoydil ekanligini his qildik ekanmiz. Turmushning hamma yeri mo'jiza degan ekan. İctimai qimmatli mushat. Tarixiy qimmatli mushat. Muhammed Rahim aka bu toplamanızını yani Seginiş Mektubu'nun anı toplamanızını okusak sizin teminde Allah işte ayrınızın aytken, inçke ve astoydil ekanligini his qildik ekanmiz. Mesela toplamda Çoqalla, Ağırın İçim, Şahmat Oyni qatorliq she'rlaringizni buni misol qilishga bo'ladi ekan. Bu turmushda doim uchrab turadigan hodisalarning nazaringizdan qil saq to'maydiganligini tushuntiradi qanday? Shundoq. Bizning o't yurak shoirimiz Lutfulloh Mutallib İlham üçün nemiken, turmuşun hamma yeri mo'jiza degan ekan. Shoirning turmushni tushunish, kuzatish iqtidori qancha yuqori bo'lsa, uning turmushdan oladigan ilhomimi shuncha mo'l ham chunqur bo'ladi. Mening isqa qarshi cho'qonlar degan chatni she'rim tamaki çekidigan kişilerini kuzatish, tamaki to'g'risidagi har xil inkaslarni anglash, tamaki uchun hayotini qurbon qilayotgan bir necha kishilarning echinishlik jarayonida paydo bo'lgan fikrlarimdan, hissiyotlarimdan yozilgan. Bir o'qituvchi sinfda o'quvchilarga saf havo tanga davo degan tema ustida so'zlab o'tib, istitak, cho'ntuzon bushlarning salomatga nihoyatda ziyonli ekanligini tushuntiribdi. Shu chog'da bir o'quvchi o'rnidan turib, muallim tamakining isi ziyonliqmi emasmi deb so'rabdi ekan. Hele muallim özü tamaki çektirişken hiç mi diyemey sınıftan çıkıp gitti. Evet, muşka kulkunuz kirip kaldı da şu şiirde. Bana şu gapni anlaganımdan keyin endi men alaka isqa qarshi cho'qonlar degan chatni she'rining ichidagi mushkul savol degan she'rni yozdim.
Müşkül sual. Düşendirdi muallim tabiatten havani. Hava bilen bağlıdı Adem hayvan giyani. Dedi esle tutunla sap hava tenge dava. Hayat üçün ziyallık üstün ahlet cava. Sual koydu şu haman kol götürüp bir bala. Ziyallık mı tamaka dedi kozgap vurgula. Tekrarlandı bu sual muallimge boldu ters. Çıkıp gitti digelmey ya ziyallık ya enes. Demek meyada aksiyatırvatkan tema mesele kichik daqiqani bilan amaliyotda ko'tarib chiqayotgan masala Qurbanka. Mabdir makamning mashada ko'tarib chiqayotgan masalasi cho'ng masala. Ya'ni shoirning hayotning qadriga bo'lgan tushunishni aksiyattirib turgan masala. Demak, bu adabiy ijodiyotningki, jumladan she'riyatningki xurishlari har yerda, har joyda bor. Gap shuni qanday bayqash, uni qanday tanlash, uni qanday aks ettirishda. Bu sizin demek ki onun şiiri detal. Şundaq. Yani materyal. Şiir çıkıdığın materyalın detal deyimiz. Şiiri detal. Şundaq. Yani onu paykaş için şiiri dit lazım. Şundaq. O ditni şair özde adet şekillendirdi. Şu bari dit olmasa onu şekillendiremez. Mesela her bir kesipte özün bir diti buldu. Şundaq. Mesela kim kişi mi kimle şekli hakkında özde dit payda olmuş tükenmeydi. Şundaq. Şiirmiş şundaq. Bayım ededik hem şu Segins Bank'ın namlıq şiirini şairinin şu icadiyet basapsın gösterip turgan küçük bir kartdan ededik hem de. Muş toplum qaraqa vaqtimizda muş toplamdaki şiirlarninki qimmatini nerede deb qarsak bo'lar Qurbanka? Bu özüyle aniq. Bu siz degandek Mehmet Erimkam özü için yaşamadı. Umum için yaşadı. Bu umumu diyen kim? Xalq, millet. Şu milletin medeniyetini yaratish, edebiyat tarixini yaratish yo'lida emgak qildi. Agar bu ustoz shoirlar bo'lmagan bo'lsa, burun o'tgan nurg'un ustoz yozuvchilar, shoirlar bo'lmagan bo'lsa, bizda edebiyat tarixi bo'lamdi. Edebiyat tarixi bo'lmasa, madaniyat tarixi bo'lamdi. Vaqt butun bir xalqning madaniyat tarixi bo'lmay qolsa, u qanday xalq bo'ldi. Onun ijtimoiy ahamiyati mishadi. Yani umum için yaşadı. Öz için işlemedi, umum için işledi. Burada bakanda Mehmet Remikam'ın bütün ömür boyu manga yolu pakiz etiniz doğru. Bu alaki naite pakize öz için emez, halk için, umum için kılan emgek bilen şoğulanan adam değişik buldu. Onun yeni birisi bular Nimişi şuna kıldı. Nimişi şiir yazdı. Şiir degende istedik terbiye oldu. Halkını yetekleş, terbiyeleş, yaxşı olsun diyen tarafki buraş maksidi de halk tesir gösteriş maksidi de yazıldı. Şuna boğaçka onun ictimai ahmiyeti, kıymeti aşağıda payda oldu. Demek o şiir yazış yalnız nokul şiir yazış emas bu. Bu çoğun yer bilen. Xalq bilan, uning madaniyat tarixi, uning adabiyot tarixi bilan bog'landi. Bu emgaklar bo'lmasa, o tarix bo'lmaydi. To'g'ri. Buni ijtimoiy qimmati mishadi. Tarixiy qimmati mishadi. Bizga ma'lum Muhammad Rem aka she'rlaridagi tematik ideyaning kamligi, tildagi fasohatning yo'qligi, sab Uyg'ur tili xos bo'lgan tarkiblarni aks etishi shoirningki şiirini bir xil yüksek mas'uliyat burç bilan yezish masalasi ondan keyin turmushdagi ushshaq hadislardan cho'ng masalalargacha inchki ko'zlab shu masalani oddiy bir masalani cho'ng bir masala o'tirib chiqishlarining o'zi Muhammad Rem akaninki she'rlaridagi bir o'zgachilik bir qimmat bo'lsa kerak. Undan keyin Muhammad Rem aka izchil holda şiirek qattiq talab bilan kirishib keldi. Qandaqdir bir xil davrning depiga uslaynaydigan kalendarchilik qilgan manda ahvollama mening bilishimcha shoirimizning she'rlarida mavjud emas. Mush xususda yana Muhammad Rem akamninki ko'ngil so'zlarini anglab boqqanman. Muhammad Rem aka Uyg'ur she'riyatiningki hozirgi ahvoli birlashtiribsiz. Shoirning burchi va fazilati haqida qarashlaringizni o'tirib qo'yib boqamsiz.
vatanni kuylash, xalqni tarbiyalash jihatda estetik qimmatga ega badiiy zavq beradigan asarlarni yozish shoirning ulug'vor burchi. Shoir davrning talabiga uyg'un, xalqning dardiga darmon bo'la oladigan nodir she'rlarni yozish orqali bu ulug'vor burchini ado qila oladi. Hozir e'lon qilinayotgan she'rlarimizning ichida mushu talabga yetadiganlari oz. Vatan, el, yurt, ana, emgak, do'stlik to'g'risida yozilgan she'rlarda takror fikrlar, ko'ni gaplar hozir ko'proq davomlashyapti. Tekrar ishlab chiqarish. Takror ishlab chiqarishga yuzlanib qolgan she'rlar, shoirlarmi bor. Shoirlarda she'riyatga xos ijodiylik, o'zgacha bayon qilish uslubi, yengillikka intilish ruhi bo'lish lozim. Mushu ruhni egillagan shoir endi xalqning talabiga loyiq asar yozolmaydi va o'zining bu ulug'vor burchini ado qilolmaydi. Endi she'r shoirning vijdoniy burchi deb qarayman. Ondan keyin shoir davrning al-vatanning burchi. Bu nuqtadan qaraganda adiblarimiz jumladan shoirlarninki üstüge aldığı mas'uliyati, ijtimoiy, badiiy tarixiy mas'uliyati yuqori bo'ladi. Chunki she'r shoirninki cho'nqur qaplamlardan, qalb buloqlaridan etilib chiqadigan durdanlardan iborat. She'r bir millatninki ichki tarixi, bir millatninki o'tmishi bilan bugunini va ertasini bog'lab turadigan bir nihoyatda zil bir mashtiyib she'rlashgan tarixi. To'g'ri. Shundaqla she'r yana xalqninki, shoirninki o'zininki mahbiyati va qalb tarixidan iborat. Gapimizga dalil sifatida she'rning zodi nimaligini marhum shoirimiz Yetkalipninki tavandiki ruboyisi bilan ifodalasak ham yaxshi bo'ladi ekan. She'r yozmag'am havasdan emas. She'r men uchun vijdon ishi bas. Fikr yurikim misralar tumur, harflar qinim, vazillar nafas. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi suhbatimiz mishada oxirlashdi. Nodir isil she'rlar hammamizning ro'yat olimini g'idiqlig'ay, ro'yimizga malham bo'lay. Rahmat. Eng yaxshi, eng ko'proq she'rlarni o'z ichiga olgan to'plamim bo'lib qoldi. Hem o başka şairlarga o'xshamaydigan alohida xoslik bor. She'rni qanday yezish, o'ziga qanday yuz kelish, o'qirmanlarga qanday yuz kelish uchun